Bu dunyo juda ham ozgina dunyo. Hammamiz yo'ldamiz, oxirat yo'lida. Amantu bil qadari khayrihi va sharrihi minalloh. Yaxshilik, yomonlik Allohning o'zidan. Ilm bo'lsin ekan, birinchi, e'tiqodi to'g'ri bo'lsin ekan. Xo'jayiniga, eriga aytar ekan, ertalab ishga ketyapsa, tirikchilikka ketyapsa, bizga faqat halol mol dunyo olib keling. Biz ochlikka chidaymiz, lekin harom do'zax o'tiga chiday olmaymiz. Masalan, men o'zim ham ko'p farzandli 10 tamiz biz oilada. Shu onamiz faqat shu uy ishlarini qilib, u unaqa ko'p narsani kiymardi. Hali jimber yoki ko'ylak yoki bir ro'mollarni yillab kiyaveradi. Hozir kunlab yangisiga almashtirishga to'g'ri kelyapti-da. Ha, inson sekin asta bo'ladi bu ham. Har bir erkak o'zini holatiga qarab oilasiga nafaqa ahli ayol qilish kerak. Har birimiz. Ustoz rahmat, duolar ijobat bo'lsin, tilaklar uchun. Domla bizni ustoz bo'ladilar. Hani hazillashib ko'tarib katta qilgan deydi-yu, bu chin haqiqatdan ham bizni ko'tarib katta qilishgan bular. Alloh rozi bo'lsin. O'zi bularning oldilarida gapirish biz uchun noqulay. Haqiqatdan ham noqulay. Salimjon Mahmud ustozimiz bo'ladi. Shular biz o'qitganmiz.
qarash, tabassum qilamiz.